Shuning uchun azizlar, asalni yeyish mumkin. Qandli diabet kasalliklari qachon? Tanada issiqlik holati ko'paygandan keyin yillar davomida mana shu issiqlik tanaga sig'masdan, ya'ni bu nima? Ana endi tanada o'zida insulin qachon ishlab chiqarishni boshlaydi. Endi sizlarga bir nechta maslahat berib o'tsak, ya'ni qandli diabetdan qutulish haqida. Yana bir nechta insonlar savol berib o'tishdi, sahr bo'lgandan so'ng sut mahsulotlari iste'mol qilsa bo'ladimi? Bu sizni birinchi navbatda katta hojatga borishni va undan tashqari tanadagi oshqozon hazm tizimlarining yaxshilanishiga va insulindan chiqishga, misol uchun Jalovatli bitta akamiz bor, Qozog'istondan kelgan. Akamizda zreniyada muammo bor, undan tashqari sahr yuqori darajada, artroz kasalligi ham bor. Sahr insonlar tez arazlab qoladi yoki tez xafa bo'lib qoladi. Ular bu insonning tabiatida o'zidan paydo bo'ladigan narsa. U xarakter yo boshqa narsa deb ta'kidlashimiz yoki u insonni xafa bo'lishimiz nojo'ya. Nimaga? Bu inson o'zi bilmagan holatda mana shular orqali sahrdagi holatlar o'zgarish juda keskin ravishda tez bo'ldi. Bugun juda ko'plab savollarni oxiri yechimini olib chiqishga qaror qildim. Ya'ni qanday qandli diabet kasalligiga chalingan, ya'ni sahr kasalliklari asal yesa bo'ladimi? Ko'plab izlanishlar va kitoblar o'qish orqali bir to'xtamga keldik. Ha, bo'ladi, faqat ma'lum bir faslda va vaqtda va me'yorida albatta. Me'yorda ortiq yeyishlik tanada battar sahr holatini kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun azizlar, asalni yeyish mumkin. Qandli diabet kasalliklari qachon? Qachonki kuzda, qishda va erta bahorda, ya'ni kunning sovuq vaqtlarida yeyish mumkin. Qolgan vaqtlari umuman yeyish taqiqlanadi. Imkon qadar cheklaganiniz yaxshi. Bu bilan umuman taqiqlan deganda umuman yema degani emas, yeyishingiz mumkin bo'ladi. Imkon qadar sovuq vaqtda yeyishlik bu sizga zarar keltirmasligi haqida turli kitoblar va manbalarda o'qib chiqdik. Albatta bu manbalarning asosi avvalo Ibn Sinoga taalluqli bo'lgan manbalarga borib taqaladi. Va unda shunday yoziladiki, erta bahorda, erta tong saharda yeyishlik yaxshiroq bo'ladi, ya'ni afzalroq deb keltirilgan. Shuning uchun kimdir mabodo sahr kasalliklari o'tgan safargi videoyimizda juda ko'p savollarni yog'dirib tashlashdi. Ya'ni asal bilan qandli diabet, ya'ni sahri bor kasal insonlar asal yesa bo'ladimi degan savollarni berdinglar. Bugun mana shunga javob berdik. Ha, yesanglar bo'ladi, bemalol, faqat me'yorida ko'p iste'mol qilmanglar. Imkon qadar bir qoshiq yo bo'lmasa qo'lingizda 2-3 qoshiq yalab qo'yishlik barmoqda bu yaxshiroq, lekin undan ko'pi menimcha ziyonlik qilishi aniq. Va undan tashqari e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta jihat bor. Imkon qadar asalni barmog'imiz bilan yoki yog'och qoshiq bilan yeyishlik yaxshiroqdir. Qolgan narsalarni iste'mol qilishlikni umuman tavsiya qilmayman. Chunki qolgan holatlarda temir qoshiqlar yoki boshqa narsalarda temir holati bor va bu tanaga issiqlikni emas, sovuqlikni olib kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi sahr kasalligi bo'yicha Ibn Sinoda juda ko'plab tadqiqotlari va juda ko'plab manbalari bor ekan. Bugun sizlar bilan mana shular haqida qisqacha gaplashib o'tib ketamiz. Sahri bo'lgan inson faqat suv ichsin degan bir yozuvga ko'zim tushib qoldi. Ya'ni bu yerda qancha suv ko'p ichishlik orqali tanadagi sahr holatini yo'qotish mumkinligi haqida juda ko'p iboralar keltirilgan. Ibn Sino hazratlari shunda yozadiki, insonda qachon sahr vujudga keladi? Qachonki insonni tanasida, ya'ni hammamizda mizoj degan narsa bor, ya'ni tabobat olamida bu. Tanada issiqlik holati ko'paygandan keyin yillar davomida mana shu issiqlik tanaga sig'masdan, ya'ni bu nima? Kam harakatlik va keraksiz ovqatlarning ko'p yeyilishi, issiqlik bo'ladigan taomlarni, mahsulotlarni ko'p yeyish orqali tanamizda issiqlik to'planadi. Bu esa bizga kelayotgan glyukoza holatining ko'payishiga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi bu sahr kasalligi qanday vujudga keladi? Bu haqida qisqacha tushuntirib o'tkazsam. Tanada insulin qancha ishlab chiqarilgan taqdirda ham glyukoza miqdori agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, oshqozon osti beziga nagruzka, ya'ni og'irlik tusha boshlaydi. Misol uchun insulin 3 ta ishlab chiqarilyapti-da, bu yerda glyukoza 10 baravar ko'p kelyapti. Misol uchun 20 ta yoki 30 ta kelyapti. Glyukoza insulin holatiga vujudga kelgandan keyin to'qimalarga o'tkazmasligi holati vujudga keladi-da, bu yerda sizda sahr holati kuchayib boradi va endi siz sun'iy ravishda insulin qabul qilishni boshlaysiz. U sun'iy insuliningiz ana shu glyukozani yo'qotishga, parchalashga yordam beradi xolos. Bu bilan siz insulin olyapman, yaxshi bo'lib ketaman degan narsa emas. Siz tanovul qilayotgan glyukozni yo'q qilish uchun foydalanyapsiz insulindan xolos. Ana endi tanada o'zida insulin qachon ishlab chiqarishni boshlaydi?
Qachonki oshqozon osti beziga nagruska, ya'ni oshiqcha yuklama tushmagandan keyin ishlashni yaxshi boshlaydi. Uning uchun biz eng avvalo oshqozonda va o't qopida, yo'g'on ichakda hazm holatini yaxshilab olishimiz kerak. Ana shundan keyin qandli diabet kasalliklaridan chiqishimizga zamin yaratiladi xolos. Endi sizlarga bir nechta maslahat berib o'tsak, ya'ni qandli diabetdan qutulish haqida. Ibn Sino shuni ta'kidlaydiki, eng avvalo inson ko'proq suv ichish kerakligi va imkon qadar issiqlik narsalardan qochishi, imkon qadar suvda ko'proq cho'milish haqida bayonlarda keltirilgan. Ya'ni inson qancha ko'p cho'milsa, shuncha yaxshi. Bo'lib ham sahr insonlar. Imkon bo'lsa 2 dan 5 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida cho'milishlik bu yaxshiroqdir deb yozib o'tilgan. Agar imkoningiz bo'lsa, yoz kelyapti hozirgi kunda, issiq havolar siyapti. Bemalol cho'milgani sharoit bo'ladi. Vannada yoki hammomda, imkon bo'lsa basseynlarda cho'milishni yo'lga qo'ying. Bu cho'milish orqali sizdagi sahr holatlari yo'qolishni boshlaydi. Va shunday narsani ta'kidlashim kerakki, cho'mil bo'lgandan so'ng kamida 2 soat oralig'ida hech qanday taom iste'mol qilmasligi haqida ham keltirilgan. Iltimos sizlardan cho'milganingizdan keyin yoki basseynga tushgandan so'ng 2 soat davomida imkon qadar ovqat yemang. Buni holatda nima vujudga keladi? Tanamizdagi keraksiz oqsillar, uglevodlar va glyukozalarni kamayishiga zamin yaratgan bo'lamiz. Bu orqali biz o'zingizga foydali bo'lasiz. To'g'ri, qorningiz ochishi mumkin, biroz qiynalishingiz mumkin, lekin agar sabr qiladigan bo'lsangiz, sahrdan chiqish uchun o'zingizga imkon yaratgan bo'lasiz. Yana bir nechta insonlar savol berib o'tishdi, sahr bo'lgandan so'ng sut mahsulotlari iste'mol qilsa bo'ladimi? Yo'q, umuman mumkin emas. Chunki sut qaynatilgandan so'ng issiqlikka aylanadi. Shuning uchun mumkin emas. Nimaga? Chunki men yuqorida aytib o'tganimdek, sahr kasalliklariga tanaga issiqlik bo'ladigan har qanday taom mumkin emas. Misol uchun, mosh, lo'ya, bular ham issiqlik bo'ladi. Shuning uchun bularni ham tavsiya qilmayman. Bularning orasiga pista, bodam va boshqalarni ham qo'shib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bizda qachonki tanamizda issiqlik holati pasaygandan so'nggina keyin iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu degani butun umrga voz kech degani emas. Faqatgina tanadagi issiqlik holatini tushirganimizdan so'ng, ana undan keyin iste'mol qilishimiz mumkin. Uning uchun hech bo'lmasa har kuni cho'milishni yo'lga qo'yishlik va ertalabda badan tarbiya holatlarini o'rganishlik tanangiz uchun juda ham qulay bo'ladi. Mana shu harakatlar evaziga siz sahrdan chiqishingiz juda ham oson bo'ladi. Va eng asosiysi, to'g'ri hozir men so'kishlar mumkin, o'zimizga suyukli bo'lgan ovqatlardan biroz tiyilishimiz kerak. Osh yeyishni xohlaysiz, tushunaman, lekin imkon bo'lsa mana shuni devzirada qilib yeng, mayli, xohlaganincha yeyishingiz mumkin. Lekin oq guruchlar mumkin emas. Undan tashqari tuxum, norin, sut, mosh va boshqa mahsulotlarni iste'mol qilish imkon qadar cheklanishingiz yaxshi bo'ladi. Undan tashqari bug'doy mahsulotlaridan ham imkon qadar cheklaning. Bu o'zingizning sog'lig'ingiz uchun. Vaqti kelib yeyishingiz mumkin. Birozgina parhez, birozgina o'zga qarashingiz menimcha zarar qilmaydi. Va undan tashqari tavsiya qiladigan narsalarimizdan biri bu har kuni imkon qadar shaftolini mang'izini yeyish. Hech bo'lmasa 10 donadan kunda yeb borishlik bu ham tanadagi sahr holatini yo'qolishiga juda katta sizga yordam beradi. Undan tashqari sabzavotli mahsulotlarni iste'mol qilish juda ham foydali bo'ladi. Va shuni ham ta'kidlash kerakki, imkon qadar har bir ovqatingizda tengma-teng ko'k mahsulotlar, ya'ni ko'katlarni qo'shishlik yaxshi bo'ladi. Imkon qadar ovqat bilan, misol uchun bir chini ovqatga bir chini ko'katlar. U yerda ko'k piyoz bormi yoki ko'k chesnoq va boshqalarni, misol uchun ukrop, kashnuch, ularni ham ko'p iste'mol qilish bu sizga juda katta foyda bo'ladi. Ayniqsa oq piyozni doimiy ravishda yeb yurishlik bu sizni birinchi navbatda katta hojatga borishni va undan tashqari tanadagi oshqozon hazm tizimlarining yaxshilanishiga va insulindan chiqishga, sahrdagi glyukoza holatlarini erishiga juda katta yordam beradi. Birinchi navbatda mana shu yuqorida aytgan narsalarimizga amal qilinishi kerak. Va bunga amal qilgan bir nechta insonlar sizlarga misol qilib keltirib berishimiz mumkin. Misol uchun, Jallovodli bitta akamiz bor, Qirg'izistondan kelgan. Akamizda zreniyada muammo bor, undan tashqari sahr yuqori darajada, artroz kasalligi ham bor. Akamiz kelgandan keyin muolajani boshladik va u insonni birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish, harakatlarni joyiga qo'yish va undan tashqari insonda birinchi navbatda yemiradigan narsa bu hammamiz bilamiz, stress, siqilishlar, muammolar. Bular insonda kortizol moddasining keragidan ortiq ishlab chiqarish orqali insulinga ta'sir ko'rsatishi aniq. U insondagi eng katta muammolardan biri ich kelishdagi muammolar edi.
Nima qildik biz? Oddiy holatda birinchi navbatda suhbatlar orqali sahrlarda ko'p uchraydigan narsa. Sahr insonlar tez arazlab qoladi yoki tez xafa bo'lib qoladi. Ular bu insonning tabiatida o'zidan paydo bo'ladigan narsa. U xarakter yo boshqa narsa deb ta'kidlashimiz yoki u insonni xafa bo'lishimiz nojo'ya. Nimaga? Bu inson o'zi bilmagan holatda, ya'ni ong ostida shunaqa narsa bo'ladi sahr insonlarda, tez xafa bo'lish, tez arazlab olish yoki e'tibor talab qilish, mehr talab qilish, bu insonlar o'zi xohlamagan holat mana shu narsalarga moyil bo'lib qoladi. Sahri bor insonlardan shuning uchun xafa bo'lmaganingiz ma'qulroq. Va bu insonlarning birinchi navbatda mana shu ehtiyojlarini qondirilishi va siqilishdan olib chiqish eng go'zal yechimlardan biri hisoblanadi. Va undan keyin albatta to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlarni muntazam yo'lga qo'yilishi ularda keskin ravishda yaxshi natijalarga erishishimizga sabab bo'ladi. Aka bilan suhbatlashgandan so'ng aytayaptiki, oilaviy muhitida biroz muammolar ko'pligi va mana shuning evaziga ham siqilishlar va e'tibordan biroz chetda qolganligi haqida aytib o'tyapti. To'g'ri, bir narsani aytishim mumkin. Sizda ham hayotingizda, meni ham hayotimda o'zimizga yetarli darajada shunday hikoyalarimiz borki, birovga aytgani ba'zida uyatamiz yoki dushmanimga ham ravo ko'rmaydimiz deb aytadigan voqealarimiz yetarli. Lekin bularning hammasi o'tib ketdi. Lekin kimlardir buni ko'tarib yuribdi. Kimlardir hali hamon o'sha kimdir xafa qilgan bo'lsa, o'sha insonni ko'rganda ichida nimadir qo'zg'ab turadi. Mana shu narsalarni imkon qadar kechirdim seni, mayli meni Alloh kechirsin deb yangitdan oldinga qadam qo'yish haqida biroz suhbatlar qurdik aka bilan. Undan keyin akada o'sha kayfiyatlar ko'tarildi, ruhiyatida o'zgarish, hayotiga umuman boshqacha shukuh kelishni boshladi. Farzandlariga, uydagilarga har kuni aloqaga chiqib, o'zida bo'layotgan holatlarni aytishni boshladi. Rahmatulloh, mana shu yerga kelgan bo'lsam 4-5 kundan beri uydagilarga qilmagandim. Hozir endi ora kunda gaplashmasam, uyimdagilar sog'inib qolyapman ajoyib deb gapirishni boshladi. Undan tashqari ovqatlanish va jismoniy mehnatlarni ham yo'lga qo'ydik. Mana shular orqali sahrdagi holatlar o'zgarish juda keskin ravishda tez bo'ldi. Va akaga aytgandim, imkon qadar piyozni yeyishni ko'paytiring aka. Mayli hidi bo'lsa, nima qizig'i bor, birinchi navbatda sog'liq deb gapirdim. Chunki ko'pchiligimiz sarimsoq yesak yoki piyoz yesak hidi kelib qolishidan biroz tortinamiz yoki hijolat tortamiz. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, birinchi navbatda sog'liq muhim emasmi sizga? deb akaga tushuntirsam, piyoz bosib yeyishni boshladi. Sahr holati bezovtalik yo'qoldi. Ko'zda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Haqiqatdan maza qiladigan. Misol uchun kelganda 6 qator, 7 qator ko'ryapti. 10 qator, 11 qatorga tushdi. Undan tashqari ich kelishdagi holatlarni gapirmasam ham bo'laveradi. Zo'r o'zgardi ich kelishda. Oyoqdagi bezovtaliklar, zinapayaga bemalol qushdek yengil chiqyapman, rahmatulloh deb ta'kidlab o'tdi. Sahr bo'yicha gapirmasam ham bo'laveradi. Chunki birga o'tirib osh yedik, boshqa holatlar bo'ldi. Sahri bezovta qilmadi. Shuncha muolaja, shuncha harakat, shuncha ozuqadan keyin ham sahr holati 5/5 dan ko'tarilmadi. 5, 5/2, 5,5 va boshqa holatlar kuzatildi. Lekin bezovtaliklar ham yo'qoldi. Rahmatulloh orqa ensamda og'rib qolardi. Boshimdagi og'riqlar ko'zimga umuman ta'sir qilmayapti. Rahmatulloh maza qilib yashayapman deb, ya'ni birinchi navbatda nima? Kayfiyat ko'tarildi, ruhiyat ko'tarildi. Chunki biz ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi insonlar tufayli o'zimizni yeb bitirishni boshlaymiz. Ya'ni nima? Sahr bu bedavo dard. Tuzalmaysan hech qachon. Endi butun umr shunaqa bo'lib ketasan, kundan kunga kasal bo'lib ketasan degan gaplarni o'zimizga olib, o'zimizni ich etimizni yeb tashlaymiz. Yo'q, ular kim? Siz ustingizdan hukm chiqaradigan. Alloh taolo nima degan? Bandam duo qil, so'ra, men umringni uzaytirib beraman degan. Bo'ldi, tamom, duo qiling, shifo so'rang, u berguvchi. Shuning uchun harakatdan, qat'iyatdan, olg'a borishdan hech qachon to'xtamang. Bizni kuzatishda davom eting. Agar mavzularimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Doim bizlar sizlar uchun izlanishdamiz. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Kommentariyada yana izohlarni yozib qoldiring. Nima, qanday ma'lumot kerak? Yana qayerlarda qiynalyapsiz? Yana sizga nimani chuqurroq o'rgatishimizni xohlaysiz? Yozib boring. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling.